Assalomu alaykum barliq muhojiratdagi aziz vatandoshlar. Hammalarning bugun xayrli bo'lsin. Alloh hammamizga bir to'g'ri yo'lni harakat qilishni nasib qilsin. Aziz vatandoshlar, men bir haftalik Sharq Turkiston xalq jamiyatining xizmatidan xalqimizga ochiqlama, ya'ni bir doklad berish maqsadida bu videoni o'zimning uyimda chekyapman qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, mana bu 617 parça İngilizce xatlar. Bu xatni bizning ko'rsatmadim. Bu xat Yaponiyaning tashqirligi, ya'ni tashqi dunyoga taqaydi. Ya'ni guvohchilarningki ota-onasiga, urug'-tuqqanlarga ega bo'lgan samimiy guvohchilarning arz xati yozilib yo'llanadi qarindoshlar. Demak, mana bu men turayotgan davlatning tashqi dunyoga yo'llangan xatlar. Endi mana 30 parchaga yaqin mana bu iltihop silinib bo'lgan xatimiz bu Yaponiya ichiga, Yaponiyaning oliy davlat rahbarlaridan boshlab ta xalq ichidagi davlat shaxslar, tashkilot, partiya, ministerlik, ya'ni xalqaro cho'ng korxonalar degandek o'rinlarga yo'llanadi. Aziz qarindoshlar, biz bu bayroq bir narsadan uyimga yeyishga mecbur oldum. Çünkü bu tünün yağmur kaldı. Hong Kong halkının Uygurlarını kollab qilgan namoyishga birga qilish maqsadida namoyish qatnashdik. Aziz qarindoshlar, bu nima uchun Hong Kong xalqi hozir Uygurlarning masalasiga ko'ngil bo'lib ko'chaga chiqyapti? Buning bir sababini xalqimiz so'zlaydi dedim. Aziz vatandoshlar, Hong Kong masalasi xalqaro qonun tartibga kirib bo'ldi. Ya'ni tutgan bir da'vo desak bo'ldi. Ya'ni bir yangi bir hukumat shakli yerda boshlanib bo'ldi. Buni hammalar tushunib turibsizlar. Tibetning ham pishib bo'lgan da'vo qarindoshlar. İlgari so'zlaganman. Tayvanning mustaqil davlat shaklini olib bo'lgan bir davlatchilik nimasida turayotgan bir davlat, ya'ni biroz xalqaro e'tirof qilgan degan aniq turayotgan. Belki Moğol başkalarının alıburun bularning davası bitib bo'lgan qarindoshlar. Faqat xalqaro ustal ustida, ya'ni xalqaro siyosiy ustal ustida bu masala bir taraf bo'lsa, hozir qog'oz tayyor. Endi vatandoshlar, Hong Kongning bizning masalamiz ko'ngildagi sabab dal mushu. Demak, xalqaro hozir bu Uyg'urlarning masalasi dunyoda ajoyib bir qismatlar o'tirib ketdi qarindoshlar. Bu Uygurlarning masalasini Xitoyning ishida qo'yib yoki Xitoy Federatsiyasi yoki Xitoyning avtonomiyasi olib Uygurlar qolib qoldigan boshqalar mustaqil bo'lsa, dunyo kulish mumkin qarindoshlar. Dunyo jamoatchiligi kulish mumkin. Shunga tashqi dunyo amal qiladi qarindoshlar. Bizning taqdirimizda o'ynab o'tishga Xitoy bilan kelishim qiliblar. Bizni ishida qo'yib, ya'ni bizni mustamlika tutib turib, qog'olni mustaqil qilib, bu siyosiy bir tartib bilan masalaning putishidan dünya siyasi güçlerini nomus qiladi qarindoshlar. Endi aziz vatandoshlar, bizning da'voyimiz nima uchun keyinda qolgan, men buni yaqinda bir jamiyatning bir suhbatida ochiqlab berdim. Aziz qarindoshlar, to'g'ri da'voga egish qo'ydi qarindoshlar. Ma Xitoyningki da'vo nomidagi o'maklari, ya'ni millatning nomida bo'lsin, dinning nomida bo'lsin, yer sharida hech kim deyolmaydigan yo'g'on gapni o'tirib chiqqan bo'lsin, hammasi eqimmi, qarisimi, ko'kimi, yeshilimi Xitoyning bir top da'vo o'maklari qarindoshlar. Bularning davosida eng muhimi qarindoshlar, Xitoyning kimlik yo'q aziz vatandoshlar. Xitoy kimlik yo'q da'vo, suiqasd da'vo. Xudoki dadam o'di deb qo'shnisiga aytib qilgandek yoki anlatgandek bir gap qarindoshlar. Ta qo'shnisiga anlatgandek emas, xudo bizning bo'lib qilgan da'vosi. Hozir ko'chada mana talash vaqirab qo'yish bor, lekin tashqi dunyoga ersinish yo'q qarindoshlar. Hem Xitoy bugungi demokratik havoda dal shu atalmish qurultoy Uyg'ur nomli da'vo bilan bizni avtonomiyaga yoki federatsiyaga qilishga shularni ko'zda qildi qarindoshlar. Tashqi dunyo xalqimizning bergan guvohligini, qon jig'isini dalil qildi. Chunki bu dunyo eng datalam kelgan, eng bir bosqinchilik, xo'rlik, dafsanchilik, hamma haqorat tushgan bir xalq sinov ishini qilsa, mustamlika qilsa, qolganlar mustaqil bo'lsa, bu dunyo kuladi. Bugungi dunyodagi demokratik tuzilmaning qadr qimmati dafsanda olgan bo'ldi. Xalqaro bu demak bugungi tuzilmaga dunyo xalq ishonmaydi. Bunda bir kriz kelib chiqdi. Hozir buni sabab qilib qarindoshlar biz bu da'vo keyinga ketib boradi. Xalqaro tartib
Söylüyordu Xitayla bağlan kilişin tutmadı da. Demek Hong Kong aldıradı da. Demek keynit qalğan biçar Uygur'un davası. Hazır başqalarını bu bizim dava söylep ekirwatıdı. Şoň aziz qarindaşlar, toğry hatany fark edeylik. Bizmi özümizden davası konuy bilelik qarindaşlar. Esňňlarda bolsun, bugunky dünýada bular çoň döwletler otursida uruş, fawqulodda çoň toqunуş bolaş ihtimallygy nol. Muş üstel üstüde, halkara siyasi üstel üstüde bizning taqdirimiz bekitildi qarindaşlar. Şoň bunun üçün ata-anany qo'yib birdi, metod desang, ya Şinjan Uyg'ur rayoni desang, ata-anany qo'yib birdi da'vatga munofiq da'vogarlik aldanmaydi qarindaşlar. Siyaset zərgə nima əsərinin teşiqqa zər yaratqandek bir iş. Xalqni aldab turib özünün tili bilan düşmanga bağlab turgan. Demek bugun Xitoy bizni Uyg'urning qo'lidan mustamlik qildi. Biz mustaqilligimizni qo'limizga olish uchun Uyg'urning qo'lidan bo'ldi qarindoshlar. Uyg'urning qo'lidan mustaqil bo'lamiz, Uyg'urning qo'lidan mustamlik bo'lamiz. Boshqa sabab yo'q qarindoshlar. Demek ikkala sababni Uyg'urlar mushroni Uyg'urlar oldi. Şuna közümüz açaylık qarindaşlar, bizning davoyimiz xalqarалық masala. Tarixda qanday xalqarалық masala bo'lsa, xalqaro tartibli bo'lgan bo'lsa, bugun ham xalqaro tartib bilan bo'lish kerak. Chunki vatandagi olimlarimiz, diniy olimlar bo'lsin, fanniy olimlar bo'lsin, hammasi birdek tashqi dunyoning qaroriga hurmat qilib tinch yashagan qarindoshlar. Hech qanday o'yonga suiqasd kelmagan xalqimiz shular tinch yashagan bir xalq, xo'rliq ichida. Bizga Xitoy tajovuzlarining favqulodda xo'rlab yo'q qilib tishdek, ya'ni dunyoning bir o'zgarish bosqichida demokratik havodan nafas olgan bo'lsa, Sharq Turkistonlik degan qo'rqqan Xitoy bizni bostirib qarindoshlar. Ya'ni biz yolg'on da'voga oldinib, sab bejonni baqilgan, yoki turmada yotganda bejonni Xitoy tarbiyalab, ko'cha chiqargan, da'voga chiqargan bir turkum insonlar oldinib, taqdirimizni halok qilmaydi qarindoshlar. Va da'voga ikki chiqaynak davaga chiqar qarindoshlar. Benim yurak so'zim, buni yozmadim. Shu menimdagi fikrni so'zlayapman. Shu ba'zi fikrlar ilgirkin bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatni to'g'ri so'zlayapman qarindoshlar. Bu bir tarixiy inshaalloh bir bayonot o'qish mumkin xalqimizga ogohlantirish. Shu aziz vatandoshlar, uyqumizni ochaylik, yolg'on da'voga ishonmaylik qarindoshlar. Çünkü bütün dünyada uyan adı Şarkı Türkistan meselesinden kaldı qarindoshlar. Qağalının davat pişip olgan dava. Ben ilgiri Pidayının bo'lgan söhbetde onu dedim. Lekin xalqimizning hammasi ko'rgan bo'lishini atayin, yani bugun biraz uyanda qalayim qanchalik ko'rinish xalqimizni ko'rsatib, bir haftalik xizmatimizdan doklad bergach, o'zimning andishamni o'tirib qo'ydim. Aziz vatandoshlar, Allohga emanet. To'g'ri da'vodan xatoni farq etaylik. To'g'rida mustahkam turaylik qarindoshlar. Düşmanni men ishida qoldim, düşman men deb yolvorsak, düşman bizga rahm qilmaydi qarindoshlar. Agar düşman bizga rahm qilgan bo'lsa, qurultoy misol hozir qadar Xitoy konsulxat tashlab keldi va boshlashdilar. Xitoy bizni o'tirib xo'rlamaydi qarindoshlar. Bunda sodiq, bunda bir itoatchan qul, bunda bir ma'rifotga afoqlaydi edi. Afsus afoqimid qarindoshlar. Aksiya bostirib yo'q qilibdi, ism qo'yib. Şu an bugün bizim gözümüzün açarı sevimli qarindoshlar. Tarihi bir fırsat aziz vatandoshlar. Tarihi bir fırsat. Tashqi dünya kutgan davoni qilaylik qarindoshlar. Allohga emanet.